Heyo, hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan men Abdulaziz va bugungi videomizda Special Forecast Group 2 o'yinini o'ynaymiz. Lekin undan oldin sizlarga YouTube pastki chiziqcha Muslimbek kanalini tavsiya qilaman, chunki u kanalda juda ham qiziqarli har xil kontent chiqadi. Bir futbol, har xil mavzularda videolar chiqadi. O'tib obuna bo'lib qo'yinglar do'stlar. Xo'p, biz unda o'yinga ketdik. Xo'p. Desta oynaymiz. Bo'ldi. Ketdik. Xo'sh. Hozir kelsin. Qo'qib tashlaymiz do'stlar. Bo'ldi. O'qlab olamiz. Bu yerda yo'q. Bu yerda ham yo'q. Katta bo'lishi mumkin bular hamma. Bo'ldi. Yana katta bular. Voy do'stlar. Qattandir o'tdi boru. Loy, ana bu yerda turib o'tdi. Ana bu yerda turib o'tdi do'stlar. Xo'p, hakemini olamiz. Xo'p, ketdik do'stlar. Bo'ldi, minus. Ana bu yerda turibdi do'stlar. Bo'ldi, minus. Minus. Birinchi etap tugadi do'stlar. Xo'p, bizani olamiz. Xo'sh. Mana shu yerda poylab o'tiramiz. Qoching, loy. Ana bu yerda jang boshlanyapti do'stlar. Xo'p, bu yerda yo'q. Qayerda bo'lishi mumkin? Bu yerda ham yo'q. Mana. Voy. Bu yerda ko'p ekan do'stlar, juda ham ko'p. 5 tasi ham shu yerda. Xo'p. Sniperga qo'yimiz yetmaydi. Xo'sh, Winchesterda rabayt olamiz. Hamayli. A'dan boramiz do'stlar, men A'dan boraman. Xo'sh, bu yerdan kelmadi do'stlar. Uy. 19 qo'y joni qoldi. Bo'ldi, minus. 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 Bo'ldi do'stlar. Xo'p. Endi sniper olamiz do'stlar. Ketdik. Mostdan poylab o'tiramiz do'stlar. Sniperda lekin krisa bo'lmash kerak, chunki sniper olgan odam krisa bo'ladi-da. Bitta kel. Uji qoqib tashlashdimi? Hey. Bu yerda yo'q. Bu yerda ham yo'q. Minus. Minus. Bo'ldi. Xo'sh.
minus bo'ldi. Mana bu yerdan turgan ekan do'stlar. Minus bo'ldi. Hop, birinchi o'rin men ketyapman, 13-2. Hop. Hop. Qatdan kelasizlar. Bo'ldi, minus, ikkita minus bo'ldi do'stlar. Qoch. Vay! 15-3 do'stlar. Hop. Sniper olamiz. Hop. Bitti kellaring. Qoch. Bu yerda yo'q. Minus. Uy, mana yerda turibdi. Vay. Bo'ldi. Yutdik do'stlar. Hop. Ketdik bo'lmasam. Sniperga pulimiz yetmaydi desa. Winchester ama bizon olamiz do'stlar. Xo'sh. Bitta kellaring. Bo'ldi, minus. Hop, bu yerda yo'q. Bu yerda ham yo'q. Hop. Buni o'ldirishibdi. Hop. Уже 20 ta kill bo'lishi bilan zombi rejimiga o'tib ketamiz do'stlar. Mana bu 18 ta 20 ta bo'lsa, keyin biz zombi rejimida ham o'ynab ko'ramiz do'stlar. Hop. Undan oldin esa 20 ta kill qilishimiz kerak. Qani bu loyla? Bitta minus. On 19 kill. 2 ta minus. Vay. Bo'ldi do'stlar. 20 ta kill bo'ldi. Ana endi bo'lsa zombi rejimida o'ynab videoni tugatsak ham bo'ladi. Hop, zombi rejimiga o'tkazamiz. Hop, ketdik bo'lmasam. Esingizda bo'lsa, eski videolarimda zombi 30 ta kill degan videoyimda bir ikkita joylarni sizlarga ko'rsatgan edim. Ya'ni mana bu yerga turib, tars qilib otib tashlashni sizlarga o'rgatdim. Mana bittasi kelyapti. Hozir sizlarga yana mana shu joylardan video olamiz. Hop, bitta kellaring. Minus. Qani bular? Bitta minus уже. Bo'ldi, kelyapti. Bo'ldi. Bo'ldi. Ya'ni zombi rejimi men uchun qiyinroq sal. Lekin shunga qaramasdan 3-1 ga yutyapmiz. Hop. Winchester dробовик olamiz. Va menga eng yoqqan joy bu. Mana bu joy. Tepaga chiqish bo'ladi.
Mana bu tepaga chiqib olasizlar va mana yerdan kelayotganda tars qilib bosib tashlayverasizlar. Mana chiqyaptimi bittasi? Hop, mana kelyapti do'stlar. Bitta kellaring. Kellaring no. Bitta kellaring ke. İyi, katta toptu. Men atmadım bu hali. Hamayla 4 ta kill. Mamyakka ke mamyakka. Bo'ldi. Minus. Qani yana 5 tasi bor hali. Ha ana. Kellaring bitta. Vay do'stlar. Mana bu yerdan kelib qopti-da, men ko'rmabman. Yok do'stlar, ketdik. Hop. Bizdan olamiz. Hop, ketdik endi do'stlar. Har doimgidek o'zimiz joyga chiqib olamiz va poylab o'tiramiz do'stlar. Qani ke bitta. Hop. Zombi kattasan. Kellaring. Qanasan? Kelyapti do'stlar. Ke bitta. Kellaring no. Kattasanlar. Men ham o'tay axir. Hamayli bitta qoldi. Do'stlar, bitta. Bitta bot qoldi. Qani bu? Yo'q, hali 4 ta bor ekan. Hali 4 ta ekan bular. İkide qolishdi do'stlar, ikkita. Ana bittasi. Bo'ldi. Yana tirilyaptim bular. Bo'ldi. O'yin tugadi do'stlar. Xo'sh, endi bo'ldi. Mana shu avtomatni olamiz. Tepaga ketdik do'stlar. Xo'p, videomiz shu joyda tugadi do'stlar. Agarda video yoqqan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Videoga, ya'ni yetib pastki chiziqcha Muslimbek kanaliga o'tinglar. Hammaga xayr do'stlar.